Hurmatli rus tilini o'rganmoqchi bo'lganlar, ma'lumki, agar siz kuzatib borayotgan bo'lsangiz, bizda turli tuman usullari bor o'qitishni, rus tiliga o'rgatishni. Shulardan bittasi eksklyuziv holda o'qish va birinchi guruhimiz deyarli o'qidi. 15-dekabr dushanba kunidan boshlab bizda yangi guruh ish boshlayapti. Aniqrog'i shu guruhni o'qitishni boshlaymiz. Bu eksklyuziv guruhda o'qish qanaqa? Siz hozir qaysi mamlakatdasiz o'zingiz bilasiz. Ayrim mamlakatlarda Telegram ishlamaydi, ayrim mamlakatlarda WhatsApp ishlamaydi. Gap shundaki, bu onlayn tarzda ishlamaydi, lekin Telegramingizga xabar boradi. 15-dekabr kuni ana shu guruh a'zolariga biz guruhga tashkil qilganmiz, o'sha guruhga material tashlaymiz. Bu material qanaqa? 3 bo'limdan iborat. Dastlab 25 ta so'z beriladi. Ya'ni eng ko'p ishlatiladigan so'zdan eng kam ishlatiladigan so'zgacha ro'yxatni filologlar tuzib chiqqan. Ana shu so'zlarni, fe'llarni, aniqrog'i ish harakatini bildiradigan fe'llarni biz 25 tasini dastlab birinchi kuni 25 tasini uchala zamonda, o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamonda qanday aytiladi beramiz. Men, sen, u, biz, siz, ular bilan. Kelasi zamon ikki xil variantdan iborat. Ya'ni bit so'zi bilan budu, budish, budet kabi so'zlar bilan yoki pristavka qo'yish yo'li bilan ishlatiladi, aniqrog'i aytiladi. Masalan, ya budu pisat yozaman, endi ertaga yozaman. Napishu yozaman. Ikkala variantdan beriladi. So'zlarni qaysi zamonda, qaysi shaxsda, qanaqangi aytiladi o'rganib bo'lganingizdan keyin uni tagida ikkinchi bir materialimiz turgan bo'ladi. Bu savol. Ya'ni rus tilida qaysi savol? Biz 15-kuni kavo so'zidan boshlaymiz. Kimni? Juda ko'p misollar berilgan. Agar sizga kavo degan savol berishsa, eshitib qolsangiz yoki o'zingiz aytsangiz, ikkita qo'shimchani bilasiz. Murskoy rodlarga a, женский rodlarga u qo'yib javob berishingiz kerak. Yumshash belgisi bor so'zlar, ko'plik hali boshlangani yo'q, faqat birlikda. Masalan, kavo kimni? Brata. Kavo kimni? Sestru. Siz kavo kimni savoliga javob berishda juda ko'p biz bergan mashqlar orqali egallaysiz. Keyingi darslarda bo'lsa, biz keyingi savolni jo'natamiz. 3-bo'lim bo'lsa hikoya berilgan. Kichkina, sodda tilda yozilgan hikoya. Hikoya ham rus tilida, ham o'zbek tilida beriladi. Va bu hikoyada aksariyat kavo kimni savoliga javob beradigan so'zlarda qaysi qo'shimchalar qo'yilishi kerak bo'lsa, o'sha qo'shimchalarga ega bo'lgan so'zlardan tashkil topgan hikoya bo'ladi. Siz mustaqil ravishda savolga javob berishni o'rganasiz. Mustaqil ravishda biz tuslab bergan so'zlarni har bir darsda 25 ta so'zni o'qib chiqasiz, mashq qilasiz va hikoyani o'qib, ana shu yanada bilimingizni mustahkamlaysiz. Endi eksklyuziv o'qishda 5 marta, har 2 kunda bitta 5 marta material borgandan keyin 6-marta kech soat Toshkent vaqti bilan 22 da onlayn yuz ko'rishib dars bo'ladi. Va borilgan o'sha 5 ta material yuzasidan savol, javob yoki tushunmagan narsalaringizga javob beraman. Yuz ko'rishib. Ana undan keyin yana boshlanadi 5 ta. Xullas kalom 40 kun davomida siz 15 ta material olasiz. Endi 15 ni 25 ga ko'paytiring. 300 dan ko'p so'z bo'ladi. Demak, siz 15 dan ko'p hikoya olasiz. 15 tadan ko'p savolga javob berishni o'rganasiz. Asta-sekinlik bilan toma-toma ko'l bo'lur deydi-ku. Ana shu 40 kun davomida ozginasini egallab olsangiz ham bitta qadam qo'ygan bo'lasiz. Agar o'zingiz harakat qilmasangiz, ishoning,
boshqa odam sizni o'rgatolmaydi. Ozgina qunt qiling. Eksklyuziv guruhimiz ana shulardan iborat. Endi qanaqa bo'larkin deb yanada qiziqmoqchi bo'lsangiz, mana bu ekranda turgan shaxsan o'zimning nomerim 97lik 720 25 61 raqamini telegrammasiga eksklyuziv deb yozib yuboring bo'ldi. O'sha 15-kuni boradigan darsdan hammasini emas, lavha jo'natib yuboramiz. O'qib chiqib, tasavvuringiz yanada kengayadi, boyiydi va yanada tushunasiz. Agar maqsad qilsangiz, xohish bo'lsa yoki istasangiz aloqaga chiqasiz. Biz keyin sizni guruhga qo'shamiz va to'lovni amalga oshirganingizdan keyin o'qishni boshlaysiz. To'lov haqida yana boshqa sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, yozing. Ushbu nomerda telegrammasiga yozing, javob olasiz. Eng asosiysi, harakat qiling. Eksklyuziv guruhimizda agar siz o'qimoqchi bo'lsangiz, 15-dekabr dushanbadan boshlanadi, eslatib o'taman. Yana bir karra shoshiling. Ushbu guruhga qo'shiling va o'qing. Aytishingiz mumkin, Telegram orqali onlayn biz ko'ra olmaymiz. Bizda Telegram uncha ishlamaydi deyishingiz mumkin. O'sha 5-chi, ya'ni aniqrog'i 6-chi dars men bilan yuz ko'rishingiz. Men nima degan bo'lsam, video shaklida og'zaki videoda ko'rinib, yana guruhga tashlab qo'yamiz. Demak, darsda qatnasholmasangiz, siz videodan o'sha sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Xullas, eksklyuziv guruh haqida yanada batafsil bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu nomerda telegrammasiga eksklyuziv deb yozing bo'ldi.